Yer o'z o'qi atrofida taxminan 24 soatda bir marta aylanadi. Bu aylanish natijasida Quyosh sharqdan chiqib g'arbga botadi. Kosmosda aylanuvchi Yer sharining animatsiyasi orqali bu jarayon aniq ko'rsatiladi. Yerning o'z o'qi biroz qiyshaygan bo'lib, bu holat fasllarning almashinuvida muhim ahamiyatga ega. Ko'ktok va chiroq yordamida kecha va kunduz hosil bo'lish tajribasi ham sodda tarzda tushuntiriladi. Bu esa bolalarga yanada yaqinroq va qiziqarli bo'ladi. Quyoshning sharqdan chiqishi va g'arbga botishi natijasida kecha va kunduz almashinuvi yuz beradi. Yerning o'z o'qi atrofida aylanishi tufayli har bir joyda kecha va kunduz 24 soat davomida o'zgarib turadi. Bu jarayonni animatsiya orqali ko'rish yanada tushunarli bo'ladi. O'zbekiston mo'tadil mintaqada joylashganligi sababli bu yerda 4 ta fasl aniq kuzatiladi: bahor, yoz, kuz va qish. Yer Quyosh atrofini 365 kun 6 soatda aylanadi. Shu sababli har 4 yilda bir marta Kabis yili bo'lib, fevral oyida 29 kun bo'ladi. Yerning aylanish burchagi va Quyoshga nisbatan joylashuvi fasllarning almashinuvida muhim rol o'ynaydi. 22-iyun yozgi quyosh turishi, 22-dekabr esa qishki quyosh turishini bildiradi. 21-mart va 23-sentyabrda teng kunlik holati yuzaga keladi. Shimoliy va janubiy tropiklarda hamda qutbiy doiralarda xaritalarda ko'rsatiladi. Yerning issiq, mo'tadil va sovuq mintaqalari esa rangli animatsiyada tushuntiriladi.